yerda 5 tashabbus chiroyli bir marafon bo'lyapti ekan. Shu musobaqalarda qatnashaman deb keldim. Xudo xohlasa birinchi o'rinda olaman degan umiddaman. Boshqa ishtirokchilarimizga ham omad tilayman. Stol tennisidan musobaqaga qatnashib birinchi o'rinda oldim. Musobaqaga kelib ko'p do'stlar orttirdim. Xudo xolasa musobaqalardan viloyatga chiqib, respublikaga chiqib, chet davlatlarga chiqish niyatim bor. 5 ta yo'nalish bo'yicha 13 ta sport turidan qatnashdi. Bu musobaqani o'tkazishdan maqsad nogironligi bo'lgan shaxslarimizni ommaviy sportga jalb qilish maqsadida tashkillangan. Bugungi musobaqa qatnashchilarimizga munosib o'rinlar uchun diplomlar hamda medallar bilan taqdirlanishdi.